19-may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining Andijon viloyati boshqarmasida katta tadbir o'tkazildi. Inson aziz, uning xotirasi undan-da aziz deb nomlangan ushbu tadbirimizda professional ta'lim tizimida yillar davomida mehnati faoliyati bilan, o'zini obro'-e'tibori bilan, samarali mehnatlari bilan alohida iz qoldirgan. Shu bilan birgalikda hozir oramizda bizga ustoz sifatida o'zini pand o'gitlari bilan yordam berayotgan, o'zini pand nasihatlarini berib bizni to'g'ri yo'lga boshlayotgan ustozlarimiz bilan 3 avlod uchrashuvi tashkil qilinyapti. Bu uchrashuv doirasida bir necha yillar mobaynida tizimda samarali faoliyat yuritgan Andijon industrial pedagogika texnikumini bir necha yillar boshqargan. Shu bilan birgalikda Andijon viloyatida boshqarma boshlig'i vazifasida faoliyat yuritgan Abdumalik aka Hoshimov. Shu boshqarmada samarali mehnat qilgan Abdusamad aka Askarovni esladik. Mana shu insonlarning xotirasi bizni qalbimizda doimo abadiy yashaydi. Birga hozirda biz bilan faoliyat yuritayotgan ustozlarimizdan esa biz har doim o'rnak olamiz. Bunday tadbirlar yosh kadrlar uchun ularni mehnat faoliyatida o'rnak namunasi bo'ladi. Ulardan ta'lim-tarbiya sohasida ham, fan sohasida ham, ilm sohasida ham o'rganishimizga sabab bo'ladi. Bu ustozlarimizni yil davomida har doim, har kunimizda yodga olamiz. Ularni mehnat faoliyatiga har bir qadamimizda duch kelamiz. Ularni qo'ygan mana shu tamal toshi bugungi kunda professional ta'lim tizimimizni shu darajada yuksak bo'lib rivojlanishiga asos bo'lyapti.